Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bugun sizlar bilan ilhom uchun bo'ladi. Bugun sizlar bilan biz gitarni telefonga o'rnatishni o'rganamiz. Hozir birinchi o'rinda Zachiver ilovasini tortib olasizlar. Men kommentariyaga qoldirib ketaman. Keyin uni ichidan o'sha tortilgan faylni topasizlar-da, ko'rsatilgandek qilasizlar. Bu 100% ishlaydi. Men Telegram kanalimni ham qoldirib ketaman pastda silkasini. Obuna bo'lib qo'yasizlar. Keyingi videolarda men kompyuter uchun Tekkenga yaxshi o'yinlar tortishni o'rgataman. Mana biz bo'ldi, mana hammasini qildik. Mana ishladi Tekkoyimiz. Mana o'zbekmoshlar bor, lekin sal kamroq. Naqa hammasi ham yo'q. Grafika gitarni o'zida, gita bu. Modlar qo'shib, boshqa mushlar ham qo'shib olsalaring bo'ladi. Va xayr hammaga.